Assalomu alaykum aziz obunachilar. Hammaga qiziq temani ko'tarayman. Hammaga qiziq bor. Hozir men bitta radarni oldiga keldim bor. 77 Black bilan Silverstone'dan Sochi Pro modelini ikkalasini juda ko'pchilik so'rashyapti mendan. Aka, qaysi biri kuchli, qaysi biri yaxshi, qaysi birini olaylik deganlarga maslahatim. Hozir birgalikda o'zlaring ko'zlaring bilan ko'rasizlar. Radarni orqa tarafidan boramiz. Demak, birinchi bo'lib 7700 Blackda boramiz. Bundan keyin Sochi Pro'da boramiz. Qani bo'lmasam ketdik. Shoshilamiz. Qani bo'lmasam ketdik. S 7700S Black modelimiz. Tomosha qilamiz. Kordon ortdan 60. Ba'zi orqali ogohlantirdi. Kuzatamiz. Qancha masofadan deteksiya bo'ladi? Kordon. 210 metr. Masofa 210 metr. Faqat yo'limizni sal to'sib qo'ydi. Mana bu mashina to'xtadi. Mayli, hech qisi yo'q. Natija juda ham a'lo. Tezroq yursang-chi endi. Ortdan. Bu akamiz ham zil to'sib qo'ydi mana. Natija a'lo. Endi Sochi Pro'da kelamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Endi Sochi Pro'da boramiz. Kuzatamiz. Silverstone'dan Sochi Pro modeli. metrdan Neoline 7700S Black modelimiz deteksiya berdi. Qani endi Sochi Pro'miz necha metrdan deteksiya beradi? Kuzatamiz. Endi yaqinlashib qoldik. 60 ga. Endi bozor orqali ogohlantirdi mana. Turibdi. Ishlab turibdi. Qani? Bu ayt. Bu 100% shtraf degan. 100% shtraf. Natijalarni ko'rdilaring. Sochi Pro bilan 77 Black'imizda natijalarni xullas men sizlarga maslahat beraman. 7700S Black modelini olib ishlatinglar. Sochi Pro'ni ko'rdilaring, qanaqa ishlab berdi. O'zbekistonda juda ko'p Kordon M radari, juda ham ko'p. Ehtiyot bo'lasizlar. Keyingi o'rtoqlashguncha salomat bo'lasizlar.